Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarim, sevimli obunachilarim. Mana bugun konsultatsiyamizga bo'lajog'imiz kelganlar. Oyoq deformatsiyalari bor. Ham parazit ichlardan tozalovchi programma qilamiz. Ko'pgina ota-onalarning xatosi farzandimiz sog'lom hisobda deb o'ylashadi, lekin bilishmaydiki, farzandda qanaqa muammolar bor. Oyog'ida, qo'lida, orqa sinitarni ko'rinishda qovurg'alarda qaysi zonasida qanaqa o'sish bor, qanaqa kamchilik bor, sog'lommi yoki sog'liqda muammosi ketyaptimi, patologik holatda ketyaptimi bilishmaydi. Aynan shuning uchun ham Navoiyliklarni salomatlik akademiyamga taklif qilaman. Bolajoningizni sog'lig'ini bilish uchun qanaqa parazit turlari bor, sochida, tirnog'ida, tanasida, suyaklarda deformatsiya bormi yo'qmi bilish uchun bor yo'g'i 25 mingga 5 minut mobaynida sog'lig'ini analiz qog'ozlarisiz hatto bilish imkoniyatiga egasiz. Mana bolajonimizda ham xuddi shunaqa holat ketyapti. Yurgan vaqtida oyoq oysimon ko'rinishga keladi. Oyoq uchi